aka, bizda Nexus 2 Dons 1.6, bunda Sirius D4 turadi. Buni miyasi kuygan. Biz buni vasстановить qilib donordan zapchastlarni olib qo'yildi. Bu tarafiga oddiy universalniy diod qo'yib berdik. Mana shu ikkita diod kuygan. Predahnator urganda qo'yishavergan, qayta oxiri kompyuterda urgan. Remontlarni qilib, qaytadan vasстановить qilib, yurgizib programmalargacha yangilab berganmiz. i92 ga va metanga moslab ZM Tolus programma urib berdik. Xudo xolasa, emulatorlarni ham sraz gazga o'tadigan qilib berdik. Gazga o'tganda ham o'chib qolmaydi. Kalitni ochamiz. Benzin o'tadi, gazga o'tdi, o'chib qolish yo'q. Cheklari o'chgan. Xudo xolasa, hamma parametrlar cho'tki ishlayapti. Tixot ozgina pastaydigan. Zelam оборот, alasli xod. 850 ga qo'yib berganmiz. 850 yon yerda ushlab turadi. Suv graduslarni ham burilib chip tuningda darabotka qilib, suv graduslarini ham 90 ichilgan qilib berdik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib kelaverasizlar.